Ertalab soat 15:00 da uyg'ondim. Bugun sizlarga meni kunim qanaqa o'tishini ko'rsataman. Yuz qo'limni yuvdim, undan keyin ertalab shu manzaraga qarab bitta choy ichib olmasam bo'lmaydi. Bugun oddiy, tomli sinishim va bazaviy oq futbolka kiyamiz. Oyoq kiyimi ham tomli sinisini tanladim va Yandex O'zbekiston tomonidan va UzPFL hamkorligida o'tkazilayotgan havaskor mini futbol turniriga yo'l oldim. Bu Yandex Pro bilan hamkorlik qilayotgan ijrochilar o'rtasida O'zbekistondagi birinchi va Markaziy Osiyodagi eng yirik sport futbol turniridir. Turnirda Yandex Pro bilan hamkorlik qilayotgan haydovchi hamkorlar va kuryerlardan iborat 32 jamoa ishtirok etmoqda. Bugun bizni yarim final, 3-o'rin uchun bahs, final va taqdirlash marosimi kutmoqda. Hozir esa turnir ishtirokchilari bilan suhbatlashamiz. Aka qarang, sinfdoshlar bilan futbol o'ynagan yaxshimi yoki hamkasblar bilanmi? Hamkasblar bilan sinfdoshlik yig'ilmaydi. Aka, turnirda eng zo'r yoqayotgan narsa nima bo'lyapti? Mana shu stadionning atmosferasi. Endi esa eng qiziq qismi g'oliblarni taqdirlash marosimi. 3-2 va 1